Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmatoy Nurmatova. Avval bugungi dasturimizdan qisqacha. Olabuqadagi Baymoq chegara bekati to'liq ochilmadi. Ikki tomonlama o'tkazish amalga oshiriladimi? 1 oktyabrdan boshlab nafaqa ko'tariladi. Shunda o'rtacha nafaqa miqdori yetarli bo'ladimi? Jo'g'irlasa yaxshi bo'lmoq. Jalolobodda o'lganlarning ismi saylovchilar ro'yxatida. Yanglishmovchiliklar nima sababli bo'ldi? Batkenning Qizilqiya shahridagi yotoq maktab-internati o'quvchilarni qabul qilishni to'xtatdi. Nima uchun? Jalolobod oblastining Olabuqa rayonidagi Qirg'iz-O'zbek chegarasida joylashgan Baymoq chegara bekati to'liq ishlamadi. Rayon rahbariyati bildirishicha, hukumat rahbari Sapar Isaqovning buyrug'iga ko'ra 16 sentyabrda Qirg'iziston mazkur chegara bekatini bir tomonlama ochgan. Biroq O'zbekiston tomonining o'tkazish bekati tayyor emasligi sababli ular vaqtincha to'xtatib turishni iltimos qilgan. O'zbekiston 19 sentyabrgacha chegara o'tkazish bekatiga texnikalarni joylashtirib, shu kundan boshlab ishlashni taklif qildi, dedi Sag'inbayev. Baymoq chegara o'tkazish bekati 2010-yildan beri yopiq bo'lgan. Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida 14 chegara bekati bor. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Bishkekka qilgan davlat safaridan so'ng O'shdagi do'stlik chegara bekati ochilib, undan yengil tarzda o'tish ruxsat berilgan. 1 oktyabrdan boshlab nafaqa miqdori ko'tariladi. Tegishli qarorni hukumat nafaqaxo'rlarning yashash sharoitini yaxshilash maqsadida qabul qilgan. Sababi o'rtacha summa deb hisoblangan 5000 so'm nafaqadagilarga yetarli emas. Bir oyda olgan pullari dori-darmon, kommunal to'lovlardan oshmasligi aniqlangan. Endi kelasi oydan boshlab nafaqaning miqdori qancha so'mga ortadi va yetarli darajada bo'ladimi? Muxbirimiz hikoya qiladi. 76 yoshli Roqiyaxon Sulaymonova mana bunday qilib yiliga bir marotaba nafaqa pulini tekshirtirgani kelib turadi. Bundan 21 yil avval 780 so'mdan olib, hozirda miqdori ko'tarilib 5800 ni tashkil etadi. Ammo baribir olgan nafaqasi yetmaydi. Sababi o'zining bo'yragi og'rib, nafaqa pulining barini dori-darmonlarga sarflaydi. 5800 endi bo'ldi. Endi o'tim yo'q, ko'zim operatsiya bo'lgan. Dori-darmon ko'p olishim kerak. O'sh shahrida jami 22 mingga yaqin nafaqaxo'r bor. Ularning o'rtacha nafaqasi Roqiyaxon Sulaymonova kabi 5050 so'mdan ajratilgan. Nafaqaxo'rlar buncha pul kunlik xarajatlardan ortmayotganini aytishdi. Misol uchun 4000-5000 pensiya emas, hozirgi yashashga to'g'ri kelmaydi. Ani bilan yashash o'ta o'g'irdi. Meni pensiyam 4800. Uy bo'limga jetpet. Qiynalishlar bo'ladi. Biroz jo'g'irlasa yaxshi bo'lmoq. Keyingi oyda pensiya oluvchilarning ushbu orzusi amalga oshishi arafasida, ya'ni oktyabrning 1-kunidan boshlab nafaqa hajmi 520 so'mga ko'tariladi. Shunda 6000 so'mga qadar olganlarning puliga 5% dan qo'shilib, bundan ko'p olganlarning summasi 7% ga qadar yetadi. Qaror kuchga kirsa, ijtimoiy jamg'arma fuqarolarning nafaqasini hisoblab, pochta banklarga xabar beradi. Oşonun barın bayağı summa alğanlarının pensiyasını, жоғары summa alğan pensiyalarga жеткирүү максатында ошол 240 сомдон жеткирип төлөп атабыз да. Жалпы ошондо пенсиянын өлчөмү 520 сомго минимальный көбөйүп атат. Birinchi, ikkinchi guruhdagi imkoniyati cheklanganlar uchun ham shu kabi pul qo'shiladi. Uchinchi guruhdagi imkoniyati cheklangan fuqarolar uchun 50% ga ko'tariladi. Shunday qilib qo'shilgan nafaqa minimal xarajatlarga sarflanishi mumkin. Bunga qaramay har kuni qimmatlayotgan oziq-ovqatlar, kommunal to'lamlarga pul tanqisligi kelib chiqadi, deydi iqtisodchi mutaxassislar. Bunday holatning oldini olish uchun nafaqa hajmini bir necha barobarga ko'tarish kerak. Buning uchun ishchilar sonini ko'paytirish lozim. Har bir жумуш аткарып эмгек акы алып аткан адамдардын бардыгы ошол эмгек акысынан кирешеден алынуучу салык деген салыкты төлөйт. Андан сырткары социалдык фондко өзүнүн чегерүүлөрү, отчислениялары бар. Ошолорду чегергендиктен мүмкүнчүлүктөр дагы өсмөк да. Shu bilan birga tahlilchilar ijtimoiy jamg'arma fuqarolarga nazoratni kuchaytirish kerakligini aytishmoqda. Sababi to'lovlardan qochib, mehnat haqqining summasini kam ko'rsatgan faktlar bor. Ta'kidlab o'tsak, har yili nafaqaning miqdori 200 so'mdan 500 so'mgacha ko'tariladi. Masalan, 2015-yili nafaqaning o'rtacha miqdori 4790 so'mni tashkil qilsa, bu yilning oxirida 5570 so'mga yetadi. Nurjamol Barg'abayeva,
Davron Asifxonov, Qimmatbek Abdusamatog'li, Intimaq. Jalolobodda o'lganlarning ismi saylovchilarning ro'yxatida bor. Bunday holat Qizilto'q qishloq hukumatidagi saylov uchastkalarida ham uchragan. Ularning uchastkaning raisi ro'yxatdan chizib qo'ygan. Bu vaqtgacha saylovchilarning ro'yxatini aniqlab, vafot etganlarni, ko'chib ketganlar ro'yxatdan chiqarilgan. Keyin qayta eski ro'yxatlar kelgan. Saylovchilarning ro'yxatini qayta aniqlash ishlari qanday bormoqda? Muxbirimiz kuzatib ko'rgan. Qizilto'q qishloq hukumatidagi 2382 saylov uchastkasida shu yili hayotdan ko'z yumgan 3 kishining ro'yxati ko'rsatilgan. Bunday ko'rinish shu kunga qadar mahalliy kengashni saylashda uchragan. Tilga olingan uchastkada jami 1217 saylovchi bor. Hozirda fuqarolarning sonini aniqlash ishlari olib borilmoqda. Mamlakatlik qator xizmatdan ushul qaytish bo'lgan odamlarni tizimdan chiqarib beru jönünde biz aylı hükümetke sunuş bergenbiz. Menimçe ikinci, üçüncü tizime gelgende bu adamlar, bu insanlar tizmeden çağrılatqa degan o'ydamiz. Tushunmovchiliklarga sabab bo'lgan ma'lumotni saylov uchastkasi qishloq hukumatiga bildirmagan. Jami 7 saylov uchastkasida vafot etganlarning soni 12 ga yetgan. Ammo ismi sharifi saylovchilar ro'yxatidan chiqmay qolgan holatlar ham bor. Bu aniqlash va izga solish xizmatining tarkibiga kiradi. Tegishli xodimlar esa aniq ma'lumotlarni ro'yxatga olish xodimlari yuborishi kerakligini ta'kidlashdi. Jaq bo'limlari, ZAKS bo'limlari orqali chiqariladi. Основной. Endi chiqmay qolgan tizimlarni uchastkalik saylov komissiyalari chiqarib o'tadi hozirgi kunda. Davlat ro'yxatga olish boshqarmaligi mas'uliyatni aksincha qishloq hukumatiga yuklagan. Agar mahalliy hukumat o'ziga tegishli hududda vafot etganlarni aniqlab, hududiy saylov komissiyasiga yuborsa, so'ngra ro'yxatdan chiqariladi. Busiz hech bir fuqaroni chiqarishga yoki qo'shib qo'yish mumkin emas. Davlat ro'yxatga olishda nomer 2, nomer 3 forma to'ldirib, boshqa tomonga uchastkasini ko'chirgandagina ro'yxatdan olinishi mumkin. Hukumat aymaqlik saylov komissiyasına beradi. Aymaqlik saylov komissiyasi ошону чыгарып турган бизге жөнөтүш керек. Биз өз алдыбызча бир дагы адамды тизимден чыгара албайбыз жана кошо албайбыз да. Biz asosan saylovchilarning ro'yxatini aniqlash mahalliy hukumatning mas'uliyatiga kiritiladi. Ular tomonidan eng birinchi ro'yxat yuboriladi, so'ng ma'lumotnoma asosida chiqariladi. Hududiy saylov komissiyasi saylovchilarning ro'yxatini aniqlashda aralasha olmaydi, deydi Markaziy saylov komissiyasining Jalolobod oblasidagi vakili Damir Jundubayev. Anan biz bu so'rovni ошол мамлекеттик каттоо кызматка узатканда ушундай жооп келгенде ошон үчүн негизги ошол шайлоочуларды өлгөн адамдарды тизмеден чыгарып коюш үчүн ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу мындай маалыматты бериш керек. Oblast bo'yicha bunga qadar halok bo'lganlarni ro'yxatdan chiqarish taklifi tushgan. Masalan, mahalliy kengashlarga o'tgan fuqaro saylovda 10 ga yaqin ro'yxatda bo'lgani aniqlangan. Ammo bugungi kunda Markaziy saylov komissiyasining oblastdagi vakilchiligida halok bo'lganlar aytilmagan va biometrik tizim amalga oshganda ularning nomidan ovoz berish holatlari bo'lmagan. Ta'kidlab o'tsak, Jalolobod oblasti bo'yicha 543 mingga yaqin saylovchi bo'lib, 426 uchastok bor. Yangi o'quv yilidan boshlab Batkenning Qizilqiya shahridagi yotoq maktab-internati o'quvchilarni qabul qilishni to'xtatdi. Natijada 40 o'quvchi 1-sinfga bora olmadi. Ota-onalari maktab har yilgiday qabul qilish iltimosi bilan murojaat qilishgan. Biroq bu iltimoslar bu yil qo'llov topmadi. Sababi internatning yopishi ortga surilib, qarorning bajarilishi kechikmoqda. Endi bolalar qayerga borib o'qishadi? Navbatdagi lavhada tanishasiz. 2008-yili internatlarning sonini qisqartirish maqsadida ularni yopish qarori chiqqan. Shu asosida Qizilqiya shahridagi Ispan Abdurahmanov yotoq maktab-internati bolalarni qabul qilishni to'xtatgan. Yotoq maktabda yangi o'quv yilidan boshlab o'quvchilarni qabul qilish to'xtab, 40 bola 1-sinfga bora olmadi. Shahardagi boshqa maktablarda ham o'rin tanqis bo'lib, bolalar arosatda qolishdi. Bundan tashqari internatda yashagan 55 nafar bola shahardagi 4-sonli maktabda o'qishmoqda. O'rin yetishmovchiligi sababli ularning barchasi 1 sinfda o'qishga majbur. Ошол быйыл мына 3 жыл болуп калды. 4-мектепке каттап окуйбуз. Ошо кыштын күндө каттоодон ошо кыштын күндө биз аябай кыйналдык, балдарыбыздын буттары өл болот. Hozirda mazkur internatda 223 bola bor. Ularning ichidan ikkisi yetim qolgan 80 nafari kam ta'minlangan oilaning bolalari. Biri asrab olingan 38i yarim yetim. 46sining ota-onasi ajrashgan 8 nafari ko'p bolalilarning. Qolgan 10 nafari esa turmush sharoiti og'ir bo'lgan oilalarning bolalari. Endi qabul qilish to'xtab internat yopiladigan bo'lsa nima bo'ladi deb o'ylanishmoqda. 4-mектепке барсам, алар bizde место жоқ албайбыз дейт. Былтыр январдан бери неме кылам, алышпай. Да, быйыл бирөөсү 1-класска барыш керек. Ал 1-класска бара турганы болсо, 1-класс быйыл вообще алынбайт, 1-класска да калбайбыз дейт.
2012-yili Maktab-internat fan va ma'orif ministrligining tasarrufiga o'tkazilgan 2013-yildan 2018-yilgacha optimallashtirish ishi olib borilishi kerak edi. Biroq bu vaqt oralig'ida o'quvchilarni qabul qilish yoki to'xtatish masalasi hal qilinmagan. Og'zaki turda 6 yildan beri yangi o'quv yilida boshlang'ich sinflar qabul qilinmay, bir oy kechikib qayta olinar edi. Bularni parlamentda so'zsiz ko'tarib, hukumatni chechuvning yo'lini men sunushtayman. Hozir bir yo'l qoldi. Hukumatning to'xtamini yo'qqa chiqarish kerak. Bo'lmasa, baldarni, mo'ntib juzdurgan baldarni ko'chaga olib chiqib qo'yish kerak. Mahalliy yashovchilar yotoq maktabining yopilishini boshqa manfaatlar borligi bilan bog'lashmoqda. Qarorning bajarilishini sabab qilgan rahbarlar binoni xususiy bolalar bog'chasiga aylantirishni ko'zlashmoqda degan so'zlar bor. Detsat qilib maqsadimiz yo'q. Ministerlik orqali qaratilgan o'sha yerga bir gimnaziyaga o'xshagan maktablarda bilim bor bo'lmasa, o'sha bolalar da kelib bilim oladi. Mazkur masala bilan internat rahbarlariga murojaat qilgan vaqtda ularni ish joyidan topa olmadik. Qolaversa, ularga uyali telefon orqali bog'lanishning ham imkoni bo'lmadi. Bu yilgi o'quv yiliga mablag' ajratilmaganligi sababli qabul qilish to'xtaganini shahar hukumatidan qo'shimcha qilishdi. Eslatib o'tsak, internatning hozirgi binosi Sovet ittifoqi vaqtida bolalar bog'chasi bo'lgan. Agar uni shu bo'yicha ishlatilsa, unda yotoq maktabining eski binosini Batken davlat universiteti qaytarishi kerak degan talabni ota-onalar qo'yishmoqda. Echinokokkosga qarshi kurashish harakati o'lka bo'yicha qizg'in bormoqda. Kasallikka chalinganlar O'sh va Norin oblastlarida ko'p bo'lganligi sababli mazkur hududlarda kasallikni aniqlash va davolash jarayoni kuchaygan. Echinokok kasalligini kamaytirish uchun uy hayvonlariga hukumat vaksinalarni bermoqda. Inson salomatligi uchun juda xavfli bo'lgan kasallik bilan kurashish uchun qanday ishlar olib borilmoqda? Navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. O'lkada mingga yaqin fuqaro echinokok dardiga chalinib, bularning aksariyat qismi Norin bilan O'sh oblastida ro'yxatga olingan. Shu boisdan Sog'liqni saqlash ministrligi ushbu hududlarda kasallikni tubdan aniqlash, davolanish usullarini yaxshilash borasida harakatlar olib bormoqda. Hozirda sanitar-epidemiologik xodimlari Alay, Qarasuv, Qaraqulja hamda Cho'ng'alay rayonlarida tekshiruv ishlarini olib borishmoqda. Odamlar o'g'ir formada qattalib qolganlar. Je bo'lmasa, kelib turib bizni tekshirib ber degunga cheyin biz barvarlarni erте aniqtaymizdagi, erте o'shalarni operatsiyaga bo'lsa, konservatивдик darloo bo'lsa, o'shalarga jo'natamiz. Boyaga odamlar o'ng'ay operatsiya bo'lishadi, ikkinchidan tezroq ayqashadi. Echinokokning oldini olish maqsadida Sog'liqni saqlash ministrligi kasallikni aniqlovchi UZI uskunasini olib, bemorlarga bepul tekshiruvdan o'tmoqda. Tekshiruv natijasi ko'rsatganidek, har bir 1000 odamdan 200, ya'ni 20% da echinokok kasalligi aniqlangan. Bular uchun hozirda bepul tibbiy yordamlar ko'rsatilmoqda. Бұл деген медицина қызметкерлері өздері емес, жалпы ушул мекемелер, уюмдар менен биргеликте жерлерде алдын алуу иштерин жүргүзүп атат да. Мындан тышкары бардык область боюнча айылдык ден соолук комитеттери 350ден ашык айылда бар. Ушул айылдык ден соолук комитеттери квартал сайын ушул өздөрү элдерге ушундай маалыматтар берип турат. Echinokokос бул коркунучтуу дарт, ушундан айрылгыла деп. Echinokok inson jigarida, buyrak, miya va o'pkasida paydo bo'lgan o'simta. U organizmda 15 yil rivojlanib, inson salomatiga xavf yaratadi. O'z vaqtida davolanmasa, shifokor nazoratidan o'tmasa, oxiri o'limga olib keluvchi xavfli kasallik ekanligini shifokorlar eslatishmoqda. Bu kasallik ayniqsa uy hayvonlaridan, ko'pincha itdan yuquvchi illatdir. Shuning uchun veterinar hamda fitosanitar xizmati echinokok dardining oldini olish harakatlarini 3 yildan beri olib borishmoqda. Buning uchun itlarni identifikatsiyadan o'tkazib, yiliga 4 marotaba bepul dorilarni tarqatishmoqda. Buning asosida O'sh shahrida kasallik soni kamaygani kuzatilmoqda. Har ay sayin, har kvartal sayin shu nimaga echinokokkoz ulamin invaziyalik o'rinlarni oldini olish bo'yicha tabletka berib o'tamiz. Bu birli O'sh shahrida emas, Bütbarnida yurib o'tadi. Echinokokos yoki alveokokoz kasalligi Soyuz tarqaganda avj olgan edi. O'z vaqtida chora ko'rilmaganligi bois ahvol jiddiy tus olgani aytilmoqda. Eslatib o'tsak, echinokokos dardiga duch kelgan bemor bepul davolansa bo'ladi. E'tiborsizlik oqibatida kasallik jarrohlikka qadar yetib, hayotiga zomin bo'lishi ham mumkin. Feruza Murabdullayeva, Begim Ayasanova, Azam Buzurikov, Intimaq. Dasturimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Avval uning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Xabarlarimizni esa reklama va e'lonlardan so'ng davom ettiramiz. Bizdan uzoqlashmang. Ruminiyadagi kuchli shamol 8 kishining umriga zomin bo'ldi. Echinokokkozga qarshi kurashish davom etmoqda. Natija qanday?
Sayaqbay tarixiy filmi katta ekranlarda O'shda uning taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Uzoq kutilgan Sayaqbay filmi endi O'sh shahrida o'tgan dam olish kunlari kinoning taqdimot marosimi Semitay kinoteatrida bo'lib o'tdi. Unda filmda rol ijro etgan asosiy qahramonlar ishtirok etib, tomoshabinlar bilan yaqindan tanishishdi. Kino Sayaqbay Qaralayevning tug'ilib o'sgan yeri To'ng rayonida tasvirga olingan. Unda qirg'iz xalqining tarixida o'chmas iz qoldirgan Sayaqbayning mahorati va asrda o'rin olgan voqealari tasvirlangan. Hozirda kino ixlosmandlari tarix bilan bog'liq kinoga baho berishmoqda. Filmning taqdimot marosimi bilan batafsil tanishib oling. Adil qanot samarg'mat burdan aramas. Arg'mat kuluk besi yo'q, o'shuning haydavini qo'yurisi yo'q. Sayaqbay deganda Manas bobomizni, Manas desa 20-asrning buyuk insoni Sayaqbayni eslaymiz. Tarixda taniqli bo'lgan bu insonni bilmagan odam bo'lmasa kerak. O'sha vaqtda Manas degan qahramonimiz, qo'llovchimiz xalq e'tiborini qaratib, madaniy va ma'rifiy kuch bergan Sayaqbay Qaralayevga bag'ishlangan film tasvirga olindi. Sayaqbayning o'lmas o'chmas umri, ijodi haqida batafsil tasvirga olingan film bunga qadar poytaxtimiz Bishkekda tomoshabinlarga havola etilsa, endi O'sh shahrida namoyish etilmoqda. Filmda Chingiz Aytmatovning rolini o'g'li Eldar Aytmatov ijro etib, Sayaqbay Qaralayev obrazini 3 aktyor ijro etishgan. Sayaqbayning yoshligini taniqli yosh manaschi Umid, yigitlik davrini Baxtbek Nurmat o'g'li va keksalik paytini taniqli aktyor Marat Juntaliyev ijro etishgan. Juntaliyev yurtga Manas eposini tanitgan buyuk insonni obrazini ijro etish katta mas'uliyatni talab qilganligini aytmoqda. Uning aqlliligi, xatti-harakatini berish bilan birga obrazga butun vujudim bilan harakat qildim deydi so'zi davomida. Sebebi anday kişinin tartılış atkarish öte kıyın. İçki can dünyasını açıp beriş öte kıyın. Adamdın sırtlı kelbetini bunday okşaştırıp jasap koysa bolat, bирок içki can dünyasını açış bu artistler için öte kıyın nerse. Har bir okçunun жүрөгүнө biz эми сөз менен айтып отурсак, эми кино аркылуу, кино эмес, актерлор менен кошо жолугуш аркылуу дагы биз тийгизген таасирин кичине билгизели деген ойдо бүгүн жакшы нерсени алдым мен. Filmning asosiy qismi Sayaqbayning tug'ilib o'sgan yeri To'ng rayonida tasvirga olinib, Manaschi yashagan uy maxsus soy bo'yiga qurilgan. Tasvirga olish jarayoni 2 oy davom etgan, ammo film hayotiy bo'lganligi uchun kerakli buyumlarni tayyorlash yarim yilni talab qilgan. Sababi epizodga to'g'ri keluvchi 100 ga yaqin qurol-yaroqlar, kostyumlarni, texnika ashyolarni buyurtma asosida yasatish kerak bo'lgan. Ушул тасма аркылуу, ушул биздин Манас эпосу аркылуу, Sayaqbay Qaralayev аркылуу, Чыңгыз атабыз аркылуу кыргыз элине бир чоң бир кут кирет деген ойду айтам. Badiiy filmning rejissyori Ernest Abdujaparov. Film Sayaqbay Manaschi jamg'armasi tomonidan moliyalashtirilgan. Davomiyligi esa 80 daqiqa. Endi kino ishqibozlari O'sh shahrining istagan kinoteatrlarida Sayaqbay filmini tomosha qilishlari mumkin. Ma'lumot o'rnida aytsak, Sayaqbay badiiy filmi yaqinda Kanadaning Manila shahrida Butunjahon 41-festivalida ishtirok etib, Oltin Zenit deb nomlangan Grand Prixga sazovor bo'lib qaytdi. Feruza Murabdullayeva va Asel Busurmanqul qizi, Qimbatbek Abdisamato'g'li, Intimaq. Dasturimizni xalqaro xabarlar bilan davom ettiramiz. Ruminiyada kuchli shamol 8 kishining umriga zomin bo'ldi. Dunyo rahbarlari Nyu-Yorkda yig'ilishdi. Washington Shimoliy Koreyaga qarshi urush variantlarini ko'rib chiqmoqda. Oldinda mana shu xabarlar bilan qisqacha tanishasiz. Ruminiyada kuchli bo'ron oqibatida kamida 8 kishi halok bo'lib, 70 ga yaqini jarohat olgan. Shamolning tezligi soatiga 100 kilometrni tashkil etadi. Tabiiy ofatdan halok bo'lganlarning va jabrlanganlarning aksariyat qismi Timishora shahrida ro'yxatga olingan. Kuchli shamol ko'p qavatli uylarning tomini uchirib, daraxtlarni ildizi bilan ko'chirib ketgan. Shuningdek, aholi elektr yorug'isiz va ichimlik suvisiz qolishgan. Ayni damda favqulodda holatlar ministri aholini tashqariga chiqmay turishlarini eslatmoqda. Bugun 18 sentyabr Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasining yig'ini boshlandi. Yig'ilishga tashkilotga a'zo o'lkalarning rahbarlari ishtirok etishdi. Ma'lum bo'lishicha, 19 sentyabrda AQSh prezidenti Donald Tramp nutq so'zlaydi.
U 193 o'lkani o'z ichiga olgan BMTning yig'iniga birinchi marotaba ishtirok etmoqda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham ilk marotaba nutq so'zlashi kutilmoqda. Sessiyada Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamda Germaniya kansleri Angela Merkel ishtirok etishmaydi. Yig'inga Rossiya bilan Germaniyaning tashqi ishlar ministri ishtirok etishadi. BMTning bosh kotibi Antonio Guterreshning raisligi ostida o'tuvchi tadbir 25 sentyabrda yakuniga yetadi. Yakshanba kuni AQShning BMTdagi doimiy vakili Nikki Haley Janubiy Koreyaning atom dasturini to'xtatish bo'yicha Xavfsizlik kengashida variantlar qolmaganini bildirdi. Haleyning aytishicha, AQSh ma'muriyati masalani yechish uchun Pentagonga murojaat qilishi mumkin. Haley Washington ko'plab variantlar bilan birga urush harakatlarini ham ko'rib chiqayotganini bildirdi. Myanmadan Bangladeshga qochib chiqqan rohinja musulmonlari juda og'ir sharoitda yashashmoqda. Qochqinlar yashagan lagerlarda o'rin yetishmay, bu yerda qiynalganlarning ko'p qismini yosh bolalar tashkil qilmoqda. Myanmadagi qurolli hujumlar oqibatida rohinja musulmonlarning Bangladeshga qochishi yana davom etmoqda. Qochqinlar borgan lagerda o'rinlar yetishmay, mushkul holatlar yuzaga kelmoqda. 3 kun murda kelген biz. Mында жашоо шарты абдан начар. Тамак аш жетишпейт. Balamdын курсагын тойгоз албай жатамын. Insonparvarlik tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, mazkur zo'ravonliklardan jabrlanganlarning asosiy qismini bolalar tashkil etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotida 36 mingga yaqini 1 yoshgacha bo'lgan bolalar, 92 mingga yaqini 5 yoshgacha bo'lgan bolalar ekani aytilmoqda. Shuningdek, qochqinlarning orasidan 52 mingi homilador va tug'ruqdan keyingi onalar bor. Bugungi kunda insonparvarlik tashkilotlari yordam berishmoqda, ammo ular xarajatlarning yetishsizligi bois og'ir holatlar bo'layotganini aytishmoqda. O'shda milliy madaniy markazlar orasida sport musobaqasi bo'lib o'tdi. Sport sog'lik garovi nomli musobaqa umumiy 13 madaniy markaz ishtirokida bo'lib, jamoalar voleybol, futbol, tennis, shaxmat turlari bo'yicha kuch sinashdi. Tadbir 2017-yil Iymon, odob va madaniyat yili munosabati bilan Qirg'iziston xalqlarining madaniy markazini O'shdagi bo'limi tomonidan tashkil qilingan. Maqsadi millatlararo do'stlikni kuchaytirish bo'lib sanaladi. G'oliblarga esa maxsus sovg'alar va diplomlar berilgan. Ta'kidlab o'tsak, bunday musobaqalar har yili tashkil qilinadi. Uluttuk madaniy borborlardan oşol bu yerda o'zbeklar, tojiklar, nemislar, o'ruslar, uyg'urlar, jana boshqa uluttuk borborlardan қатысуымен o'tib o'tadi. Bu taymaşda biz shunday atadik, sport bu do'stlikning köprüsü deb. Oloy hakamlar hushtagidan so'ng o'yinda faqatgina g'alaba kerakligini bilgan tarzda dastlabki daqiqalarda hujumga o'tdi. Biroq ularning birinchi bo'lib gol kiritish harakati samarasiz bo'lib, 16-daqiqada burchak to'pidan keyin qandliklar hisobni ochdi. Birinchi bo'limning yagona to'pini o'tgan yili Oloy tarkibida to'p surgan afrikalik hujumchi Salomon Inkum boshi bilan kiritdi. Mazkur goldan keyin ikki jamoa futbolchilari qancha harakat qilishmasin, hisob o'zgarmay 15 daqiqalik tanaffusga 1-0 hisobida qandliklar foydasi bilan chiqishdi. Uchrashuvning ikkinchi bo'limi boshlanganda maydon egalari raqib darvozasiga gol kiritishga harakat qilishsa, qandliklar himoya bilan birga hujumni ham amalga oshirishdi. Shunday qilib, Abdushata o'yinchilari bu hisobni saqlab qolish uchun turli harakatlarni bajarishdi. Masalan, kichik to'qnashuvdan foydalanib katta jarohat olganday vaqtni ko'p cho'zishdi. Biroq minglagan tomoshabinlar oldida to'p surayotgan Oloy futbolchilari ikkinchi bo'lim butishiga sanoqli soniyalar qolganda hisobni tenglashdi. Bu golni 7-raqamdagi Odiljon Abdurahmonov kiritdi. Shundan so'ng ikkinchi bo'limda bir qancha to'xtalishlar bo'lgandan keyin uchrashuv hakami 5 daqiqa qo'shib berdi. Bu vaqtda ikki jamoa o'yinchilari tomoshabinlarga eng qiziq vaziyatlarni taqdim qilishdi. Dastlab Alyasila yaxshi vaziyatni qo'ldan chiqarsa, Abdushota hujumchisining tepgan to'pi darvoza ustuniga tegib qaytdi. Shunday qilib, o'yin o'zgarmasdan 1-1 hisobida yakunlandi. Aybek Tatanov rahbarligidagi jamoa 3-marta o'lka chempioni bo'ldi. Birinchidan o'zining komandasi qutubdan keladi. 4-yil chempion bo'lib o'tamiz Qirg'izistonda. Chindan aytsam, qiyin o'yin bo'ldi. Bu Abdushota komandasi doimo bizga bir bunday,
неудобный соперник дегенде орусча айтмакчы. Өзүбүздүн алар бир гол уруп алгандан соң коргоо маселесине жатып алып, биз ошо оюнга бир 5 мүнөт калганда голдун эси болуп, 1-1 эсебинде аяктады. Oloy tarixida 4-marta o'lkaning eng yaxshi jamoasiga aylandi. Bu safar o'shliklar muddatidan avval, aniqrog'i chempionat butishiga 3 tur qolganda marraga birinchi keldi. Oloy endi bu yilgi Qirg'iziston kubogini ham olishga harakat qiladi. Ular 23-sentyabrda Bishkekda bo'ladigan finalda Dordoy bilan uchrashadi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Tuningiz osuda o'tsin, xayr omon bo'ling.